Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalani, ya'ni pensiya oshishi, gaz uchun yangi tariflar va yangi hisob-kitoblar odamlarning cho'ntagiga qanday ta'sir qilishi haqida gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, har bir xonadon uchun muhim. Chunki gaz to'lovi, kommunal xarajatlar va pensiya miqdori oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa hozir ko'pchilikda bir xil savol bor: pensiya oshsa ham gaz narxi oshib ketsa, qo'lga qoladigan pul kamayib ketmaydimi? Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda aniq misollar bilan kim qancha to'lashi mumkinligi, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligi va nimalarni tekshirish zarurligini tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam ortiqcha to'lovdan ham, noto'g'ri hisobdan ham o'zini himoya qila oladi. Avvalo, vaziyatni oddiy qilib tushuntiraman. Oldin ko'p xonadonlarda gaz to'lovi nisbatan barqaror ko'rinardi. Odamlar oyma-oy hisoblagich ko'rsatkichini topshirardi yoki tizimdagi o'rtacha iste'mol bo'yicha to'lov kelardi. Qishda ko'proq, yozda kamroq to'lanardi, lekin ko'pchilik hisob-kitob qanday shakllanishini chuqur bilmasdi. Masalan, bir kub metr gaz narxi qancha? Limit bormi? Limitdan oshsa nima bo'ladi? Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilsa qanday oqibat bo'ladi? Bularning barchasi ko'pincha faqat katta summa kelgandan keyin esga tushardi. Endi esa yangi tariflar va yangi hisoblash tartibi sababli masala yanada sezgir bo'lib qoldi. Chunki gaz narxi o'zgarsa, ayniqsa isitish mavsumida xonadon xarajati keskin oshishi mumkin. Bu yerda eng muhim jihat shuki, hamma bir xil to'lamaydi. Kimdir gazni faqat ovqat pishirish uchun ishlatadi, kimdir suv istadi, kimdir uyini gaz bilan isitadi, kimdir hovlida yashaydi, kimdir ko'p qavatli uyda, kimdir uyini izolyatsiya qilgan, deraza va eshiklari zik, kimdir esa eski deraza bilan yashaydi va qishda issiqlik ko'chaga chiqib ketadi. Shuning uchun yangi tariflarning ta'siri har bir oilada har xil seziladi. Pensiya masalasida ham xuddi shunday. Pensiya oshishi yaxshi yangilik, lekin men doim bitta narsani aytaman. Pensiya nominal oshgani bilan real xarajatlar ham oshsa, odam o'zini boyroq his qilmasligi mumkin. Masalan, pensiya 1 ming so'mga oshdi, lekin gaz, elektr, oziq-ovqat va dori-darmon xarajatlari jami 200 ming so'mga ko'paydi. Bunday holatda odam qog'ozi ko'proq pul olayotgandek, hayotda esa oldingidan ham qiyinroq his qilishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuda faqat pensiya oshdimi yoki yo'qmi degan savol bilan cheklanmasdan, bu oshish yangi gaz to'lovlari fonida yetarlimi, xonadon nima qilishi kerak degan masalani ham ko'rib chiqaman. Endi batafsil tahlilga o'tamiz. Birinchi navbatda kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Eng avvalo gazni ko'p iste'mol qiladigan xonadonlar. Masalan, hovlida yashaydigan, uyini gaz qozoni bilan isitadigan, issiq suvni ham gaz orqali oladigan oilalar. Bunday oilalarda qishda iste'mol keskin oshadi. Agar uy katta bo'lsa, devorlar sovuq bo'lsa, tom yaxshi yopilmagan bo'lsa, derazalardan shamol kirsa, gaz sarfi yanada ortadi. Yangi tariflarda esa aynan ortiqcha iste'mol katta xarajatga aylanishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Faraz qilaylik, bir pensioner ota-ona hovlida yashaydi. Uy eski, 4 xona, qishda gaz qozoni kuniga deyarli to'xtamasdan ishlaydi. Oldin ular oyiga 500 kub metr gaz ishlatgan bo'lsa, eski narxda to'lov bir xil darajada kelgan. Endi tarif oshgan yoki limitdan keyingi narx yuqoriroq bo'lgan sharoitda xuddi shu 500 kub metr uchun to'lov ancha kattalashadi. Bu yerda pensionerlar biz ko'proq gaz ishlatmayapmiz-ku, nega to'lov oshdi deb hayron bo'lishi mumkin. Sababi iste'mol hajmi o'zgarmagan bo'lsa ham, kub metr narxi va hisoblash tartibi o'zgargan bo'ladi. Yana bir misol. Ko'p qavatli uyda yashaydigan yolg'iz pensioner ayol gazdan faqat ovqat pishirish uchun foydalanadi. Uning gaz sarfi oyiga 10 yoki 15 kub metr bo'lishi mumkin. Bunday odam yangi tariflardan hovlidagi katta uy egasidek qo'rqmasligi mumkin. Chunki uning iste'moli juda kam. Ammo baribir ehtiyot bo'lish kerak. Chunki hisoblash ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilsa yoki qarzdorlik noto'g'ri chiqarilsa, kam iste'mol qiladigan odamga ham katta summa kelib qolishi mumkin. Demak, men gazni kam ishlataman, menga aloqasi yo'q deb beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Uchinchi vaziyat, oila pensioner bilan birga yashaydi. Masalan, uyda buva pensiya oladi, lekin o'g'il kelin, nevaralar ham shu uyda. Pensiya oshgani oila uchun biroz yengillik beradi, lekin gaz sarfi butun oilaning iste'moliga qarab hisoblanadi. Ko'p odam yashasa, ovqat ko'p pishadi, suv ko'p isitiladi. Uyda doim kimdir bo'ladi. Isitish moslamasi ko'proq ishlaydi. Bunday holatda pensiya oshish faqat
pensionerning shaxsiy daromadi sifatida ko'rilmasligi kerak. Butun xonadon byudjeti hisoblanishi kerak. Pensiya qancha, ish haqi qancha, kommunal to'lovlari qancha, dori-darmon va oziq-ovqat qancha. Kimlar nisbatan xavotir olmasa bo'ladi? Birinchidan, gazdan juda kam foydalanadiganlar. Ikkinchidan, markaziy isitish tizimiga ulangan va gazni faqat oshxona uchun ishlatadiganlar. Uchinchidan, hisoblagichni muntazam tekshiradigan, ko'rsatkichni vaqtida yuboradigan, qarzdorlikni va'da qilib boradiganlar. Lekin men bu yerda umuman xavotir olmang demayman. Chunki kommunal sohada eng ko'p muammo beparvolikdan kelib chiqadi. Bir oy ko'rsatkich topshirilmadi, keyingi oy taxminiy hisob yozildi, keyin farq chiqdi. Keyin odam idora yurishga majbur bo'ladi. Yangi hisob kitoblarda e'tibor beriladigan eng muhim narsa bu iste'mol hajmi. Siz oy davomida qancha kub metr gaz ishlatganingizni bilishingiz kerak. Buni bilmasdan turib, kelgan summani tushunib bo'lmaydi. Masalan, hisoblagich oy boshida 1200 kub metrni ko'rsatdi. Oy oxirida 1300 kub metr bo'ldi. Demak, iste'mol 1300 kub metr. Endi shu 1300 kub metr qaysi tarif bo'yicha hisoblanganini tekshirasiz. Agar limit bor bo'lsa, limit ichidagi qism alohida, limitdan ortgan qism alohida hisoblanishi mumkin. Mana shu yerda ko'p odam adashadi. Ular faqat yakuniy summaga qaraydi, lekin hisob qanday chiqqanini tekshirmaydi. Pensiya oshishi bo'yicha ham odamlar aniq raqamga qarash kerak. Masalan, siz oldin 1 million 200 ming so'm pensiya olgan bo'lsangiz, yangi miqdor 1 million 350 ming so'm bo'ldi deylik. Demak, qo'shimcha 170 ming so'm. Endi gaz to'lovi oldin qishda 250 ming so'm kelgan. Yangi tarif bilan 400 ming so'm bo'lsa, farq 250 ming so'm. Bunday holatda pensiya oshishi faqat gazdagi farqni yopadi, lekin boshqa narxlar oshsa odamga yengillik kam seziladi. Agar gaz to'lovi 250 mingdan 50 mingga chiqsa, farq 300 ming bo'ladi, pensiyadagi 150 ming oshish yetmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga va pensioneri bor oilaga alohida daftar yuritishni maslahat beraman. Pensiya qancha tushdi? Gaz qancha, elektr qancha, suv qancha, dori qancha, oziq-ovqat qancha? Endi istisnolar, yashirin jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat hisoblagich ko'rsatkichi. Agar hisoblagich eskirgan bo'lsa, plombasi buzilgan bo'lsa, ko'rsatkich o'qilmasa yoki tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, keyin katta muammo chiqishi mumkin. Ba'zi odamlar hisoblagich turibdi-ku, ishlayapti-ku deb o'ylaydi. Lekin rasmiy tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa, idora sizning ko'rsatkichingizni qabul qilishda savol tug'dirishi mumkin. Shuning uchun hisoblagich pasporti oxirgi tekshiruv sanasi, plomba holati albatta tekshirilishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Qarzdorlik va oldingi davrdan qolgan farqlar. Ba'zan odam yangi tarifdan qo'rqadi, lekin kelgan katta summaning bir qismi aslida eski qarzdorlik bo'lishi mumkin. Masalan, avvalgi oyda ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan, tizim kam hisoblagan, keyingi oyda esa farq qo'shilgan. Odam esa yangi tarif sabab bir oyda juda katta pul keldi deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda shunchaki telefon orqali bahslashish yetarli emas. Shaxsiy kabinetdan yoki gaz ta'minoti idorasidan detalizatsiya olish kerak. Qaysi oy uchun qancha kub metr yozilgan, qaysi tarif qo'llangan, oldingi qarzdorlik qancha, penya bormi yoki yo'q. Uchinchi jihat, kimning nomiga rasmiylashtirilgani. Ko'p uylarda gaz shartnomasi hali ham vafot etgan ota yoki buva nomida turadi. Uyda esa boshqa odamlar yashaydi. Muammo bo'lmaganda hech kim bunga e'tibor bermaydi. Lekin imtiyoz, qayta hisob-kitob, murojaat yoki subsidiya masalasida hujjatlar to'g'ri bo'lmasa ish cho'ziladi. Agar xonadon egasi o'zgargan bo'lsa, meros, kadastr, pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, kommunal shartnomalarni ham tartibga keltirish kerak. Bu oddiy ishdek tuyuladi, lekin katta to'lov kelganda aynan shu hujjatlar odamni qiynaydi. 4-jihat. Pensioner bor xonadon hamisha imtiyozli degani emas. Ko'pchilik uyda pensioner bor, demak gaz uchun alohida yengillik bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin har bir imtiyozning aniq sharti bo'ladi. Kimga beriladi? Qaysi hujjat asosida beriladi? Xonadon egasimi yoki yashovchimi? Daromad mezoni bormi? Alohida toifaga kiradimi? Men shuni alohida ta'kidlayman. Mish-mish bilan emas, rasmiy manba bilan ish tutish kerak. Mahalla pensiya jamg'armasi, gaz ta'minoti bo'limi yoki MyBokkagov uz orqali tekshirsa bo'ladi. Imtiyoz bor deb o'ylab to'lovni kechiktirish esa qarzdorlikka olib keladi. 5-jihat, limitdan oshish xavfi. Agar yangi tartibda ma'lum hajmgacha pastroq narx, undan keyin yuqoriroq narx bo'lsa, oilalar o'z iste'molini kuzatishi shart. Misol uchun,
xonadon limit ichida turganda to'lov nisbatan yengil bo'lishi mumkin. Lekin limitdan yilim yoki 30 kub metr oshib ketish ham umumiy summani sezilarli ko'paytirishi ehtimoli bor. Ayniqsa qish oylarida 1-2 kun sovuq bo'lsa, odam qozonni balandroq qo'yadi. Lekin oy oxirida hisoblagichdagi farqni ko'rib hayron qoladi. Shu sababli men har hafta hisoblagich ko'rsatkichini yozib borishni tavsiya qilaman. Oy oxirida emas, haftama-hafta. Shunda qaysi paytda sarf oshayotganini ko'rasiz. 6-jihat xavfsizlik. Gaz narxi oshdi deb. Odamlar ba'zan xavfli yo'lga kiradi. Qozonni o'chirib yoqishda qo'yda buzadi. Qo'l bola isitgich ishlatadi. Ventilyatsiyani yopadi. Dudburonni tekshirmaydi. Bu juda xavfli. Pulni tejash kerak, lekin hayotda soliq hisobga emas. Gaz uskunasi soz bo'lishi, dudburon tortishi, xonada havo aylanishi, ulangan joylarda sizib chiqish bo'lmasligi shart. Agar gaz hidi sezilsa, darhol kranni yoping, elektr chiroqni yoqmang, derazani oching va gaz xizmatiga murojaat qiling. Men iqtisod haqida gapiryapman, lekin xavfsizlik ham shu mavzuning ajralmas qismi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3-4 oylik gaz to'lovlarini yig'ing. Qog'oz kvitansiya bo'lsa, qog'ozini, elektron bo'lsa, skrinshotini saqlang. Har birida ko'rsatilgan kub metr, summa, qarzdorlik va to'lov sanasini solishtiring. Agar sizda oldingi oylar bilan taqqoslash bo'lmasa, yangi hisob-kitob to'g'rimi yoki yo'qmi? Buni aniqlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi qadam, hisoblagichni rasmga oling. Har oyning bir xil sanasida, masalan, il sana yoki 25 sana kuni rasmga oling. Rasmda hisoblagich raqami, ko'rsatkichi va iloji bo'lsa sana ko'rinib tursin. Bu keyinchalik nizoli vaziyatda sizga dalil bo'ladi. Yaxshisi alohida papka ochib, har oy nomi bilan saqlab boring. Bu ish 5 daqiqa vaqt oladi, lekin noto'g'ri hisob chiqsa, sizni katta asabiylikdan qutqaradi. 3-qadam. Shaxsiy kabinet yoki to'lov ilovasida qarzdorlikni tekshiring. Faqat yakuniy summaga qaramang. Detallarni ko'ring. Joriy oy iste'mol qancha? Oldingi qarz qancha? Qayta hisob bormi? Penga qo'shilganmi? Agar to'shinarsiz summa bo'lsa, darhol murojaat qiling. Keyingi oy ko'raman deb yurish kerak emas, chunki keyingi oy yana yangi summa qo'shilib, masala murakkablashadi. 4-qadam. Hujjatlarni tartibga keltiring. Sizga odatda pasport yoki ID karta, xonadon kadastr hujjati, gaz shartnomasi, hisoblagich pasporti, oxirgi to'lov kvitansiyalari kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya nomidan murojaat qilinayotgan bo'lsa, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi hujjat ham so'ralishi ehtimoli bor. Agar murojaatni farzand qilsa, ishonchnoma yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun idoraga borishdan oldin telefon orqali aniqlashtirib oling. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Agar hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, faqat og'zaki aytib qaytmang. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Men falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon. Falon oy uchun kelgan gaz to'lovi bo'yicha tushuntirish va qayta hisob kitob qilishni so'rayman. Hisoblagich ko'rsatkichi falon. Ilovada rasm va kvitansiyalar bor. Arizani 2 nusxada topshiring yoki elektron murojaat yuboring. Qabul qilingani tasdiqlovchi raqamni saqlang. Chunki murojaatning ro'yxatga olingani keyingi bosqichlarda juda muhim. 6-qadam. Iste'molni kamaytirish bo'yicha real choralarni ko'ring. Bu yerda men oddiy, lekin foydali ishlarni aytaman. Deraza va eshik yo'riqlarini yopish, qozonni keraksiz baland haroratda ishlatmaslik. Isitilmaydigan xonalarni alohida nazorat qilish, issiq suvni bekorga oqizmaslik, gaz plitasini isitish vositasi sifatida ishlatmaslik kerak. Agar uyda termostat bo'lsa, uni to'g'ri sozlang. Ba'zan haroratni 2 darajaga pasaytirish ham oy davomida sezilarli gaz tejaydi. Lekin yana aytaman, tejash xavfsizlik qoidalarini buzish hisobiga bo'lmasligi kerak. 7-qadam, pensiya oshgan bo'lsa, uni darhol mayda xarajatlarga tarqatib yubormang. Avval majburiy to'lovlar jadvalini tuzing. Masalan, pensiya tushgan kuni gaz, elektr, dori, oziq-ovqat uchun alohida summa ajrating. Qishda gaz to'lovi yozdagidan ko'p bo'lishini hisobga olib, imkon bo'lsa yoz oylarida ozroq zaxira qoldiring. Chunki kommunal xarajatlar mavsumiy bo'ladi. Yozda yengilroq, qishda og'irroq. Pensioner uchun eng xavfli holat bu qarzdorlik yig'ilib qolishi. Kichik qarz vaqtda yopilsa yengil. 3-4 oy yig'ilsa birdan to'lash qiyin bo'ladi. 8-qadam. Mahalladan va tegishli idoralardan mavjud yordam turlarini so'rang. Men bu yerda hammaga bir xil imtiyoz bor demayman. Lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar, yolg'iz keksalar, nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan oilalar uchun ayrim yordam
mexanizmlari bo'lishi mumkin. Buni uyda o'tirib taxmin qilish emas, borib yoki rasmiy kanallar orqali aniqlash kerak. Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsangiz, hujjatlarni yig'ib murojaat qiling. Ko'p odam baribir bermaydi deb urinmaydi, lekin murojaat qilmasa, tizim sizning holatingizni ko'rmaydi. Xulosa qilib aytsam, pensiya o'sishi yaxshi, lekin gaz uchun yangi tariflar va yangi hisob-kitoblar sharoitida har bir xonadon o'z xarajatini aniq nazorat qilish kerak. Eng katta xato bu kelgan summani tekshirmasdan to'lash yoki aksincha tushunmasdan turib umuman to'lamay qo'yish. To'g'ri yo'l shuki, hisoblagich ko'rsatkichini yozib boring, kvitansiyalarni saqlang, shaxsiy hisobni tekshiring, tushunarsiz summa bo'lsa yozma murojaat qiling, hujjatlarni tartibga keltiring va gaz iste'molini oqilona boshqaring. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Bugungi sharoitda moliyaviy intizom har qachongidan muhim. Ayniqsa pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar va hovlida gaz bilan isitiladigan uy egalari beparvo bo'lmasligi kerak. Har bir kub metr, har bir kvitansiya va har bir arza ahamiyatga ega. Sizning hududingizda gaz to'lovi qancha kelmoqda? Pensiya oshgani sezildimi yoki yangi xarajatlar uni yopib yubordimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ma'lumotni vaqtida bilish har bir oilaga real yordam beradi.